Nima uchun Turkiyaga yoki chet elga ayollarimiz ko'proq chiqib ketyapti? Uni asosiy sababi ayollarimiz mamlakatlarini sevganidan, farzandlarini onalik burchini his qilganlaridan va farzandlarini kelajagini o'ylaganlaridan chiqib ketyapti. Eng ko'p hollarda chet davlatga chiqib ketgan ayollarimizni ko'p qismi turmushlari o'xshamagan yoki uy joylari yetarli bo'lmagan ayollarni tashkil qiladi. Eng achinarlisi o'zlari bilan birga farzandlarini ham olib chiqib ketyapti. Men ko'p hollarda nima uchun farzandingiz o'zingiz bilan birga olib keldingiz deb so'ragan vaqtimda mamlakatda ular qarovchisi yo'qligi, ular tashlagan joylari yo'qligini va qolaversa hali uy joy olishlari kerakligini bildirishadi-da. Biz ochgan maktab aynan shunday ayollar va aynan shunday bolalar uchun ochganmiz. Ular uyda qolib ketmasliklari uchun, to onalari mamlakatlarda orzulari amalga oshgunga qadar bolalar uyda o'tirib ta'limsiz qolib ketmasligi uchun ochganmiz. Buni qarangki, hozirgi kunda bizda o'zbek bolalar emas, nafaqat qirg'iz, qozoq, tojik, turkman bolalari ham ta'lim olmoqda. Ular haligacha bizdan juda ham minnatdor hamda bizni qo'llab-quvvatlab kelmoqda.